Mingbuloq tumanida $1000 maosh oluvchi tarbiyachi bor desak, ishonasizmi? Aytish joizki, so'nggi yillarda olib borilgan ta'limiy islohotlar tufayli O'zbekistonda ustoz tarbiyachilar uchun $1000 maosh olish real hodisaga aylanib bormoqda. Yurtimizda nafaqat maktab o'qituvchilarini, shuning bilan birga davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ishlovchi tarbiyachi pedagoglarni ham qo'llab-quvvatlash, ularning mehnatini munosib rag'batlantirish kabi ezgu maqsadlar davom ettirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi maktabgacha umumiy o'rta va o'rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta'lim tashkilotlari pedagog kadrlarni attestatsiyadan o'tkazish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 572-son qarori, shuningdek bu qarorga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 28-fevraldagi 130-sonli qarori bilan kiritilgan o'zgarishga asosan 2025-yil 1-yanvardan boshlab pedagog kadrlarga xalqaro standartlar asosida malaka sertifikatini berish hamda belgilangan ball to'plangan pedagog kadrlarni bazaviy tarif stavkasining 70% miqdorida ustama haq to'langanligi mamlakatimiz pedagoglari faoliyatini tubdan o'zgartirib yubordi. Birgina misol, maqolamiz qahramoni Dilorom Sulaymonova Mingbuloq tumanining olis manzili Mamaxon mahallasida joylashgan 45-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi bo'lib ishlaydi. Yaqinda u o'tgan yilning dekabr oyi uchun $1000 miqdoriga teng bo'lgan maosh oldi. Odatda maqsad sari intilish insonni yuksaltiradi, ammo bu aytishgagina oson xolos. Zero ilm va tajriba yo'llari mudom mashaqqat manzillaridan o'tib boradi. Ana shu zahmatlarda sabr qila olgan kishigina farog'at onlarga yetishadi. Bugun Dilorom erishgan yutuqlar zamirida ana shunday zahmat, mashaqqat, intilish, izlanishlar borligi aslo mubolag'a emas. Aytish joizki, 2015-yilda Qo'qon davlat pedagogika oliygohining maktabgacha ta'lim yo'nalishini bitirib qaytgan Dilorom amaliy faoliyat davomida ham o'qib o'rganishdan, tajriba orttirishdan to'xtamadi. Ayniqsa u so'nggi yillarda maktabgacha ta'lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar imkoniyatidan oqilona foydalandi. Xususan, 2025-yilgi pedagog attestatsiyasi sinovlarida qatnashib, 68% natija bilan ikkita toifani qo'lga kiritdi. Keyin u yana izlandi, o'qib o'rgandi. 2024-yilgi sinovlarda 92% natijani qayd etgan Dilorom birinchi toifani 2025-yilda esa 88% natija bilan hamkasblari orasida birinchilardan bo'lib oliy toifali tarbiyachi maqomiga erishdi. Eng quvonarlisi, u qayd etgan natijalar mehnatga haq to'lash bo'yicha belgilangan oylik maoshga qo'shimcha 70% ustama olish huquqini berdi. Ilgarilari maktabdagi pedagog hamkasblarimizga havas bilan qarardim, chunki mehnatni munosib rag'batlantirishga doir qator imkoniyatlar ularning faoliyatida mavjud edi. Deylik, malaka oshirish, o'z ustilarida ishlash uchun shart-sharoit yaratish, ayniqsa orttirilgan bilim ko'nikmalarini sinovdan o'tkazish, shunga yarasha rag'batlantirish, afsuski bu kabi holatlar maktabgacha ta'lim sohasida deyarli sezilmas edi. Masalan, bundan 11 yil avval ilk ish boshlagan paytimda bog'chamizda oliy ma'lumotli tarbiyachi yagona men edim. Bugun esa tashkilotimizda 20 nafar tarbiyachilarimizdan 12 nafari oliy ma'lumot egasi. Bundan tashqari yana 5 nafar tarbiyachimiz esa sohaga doir oliygohlarda bilim egallab kelishmoqda. Bundan ham quvonarlisi, safimizda malaka toifasini egallayotgan yosh tarbiyachilarimiz sonini tobora ortib bormoqda. Bu nimadan dalolat? Hech shubhasiz aytishim mumkinki, bu muhtaram prezidentimizning ta'lim sohasiga, xususan maktabgacha ta'lim sohasiga qaratilgan e'tiborlarning yorqin ifodasidir. Olis bir qishloq, undagi soddadil odamlar orasidan yetishib chiqqan soddadil tarbiyachining kamsuqum hayoti ibratga molik. Oila, farzandlar, baxtiyor hayot, hammasi mujassam. Ayniqsa ro'zg'or but tashvish yo'q. Chunki ro'zg'orni butlaydigan, tashvishni artadigan moynaning cho'g'i baland. Shu bois biz undan so'raymiz. Sir bo'lmasa, 70% ustamani qo'lga kiritganingizdan keyin maoshingiz qanchaga yetdi? Bugun yayrab, emin-erkin ishlaydigan vaqt yetdi. Ko'p pul topish hammaning orzusi. Ammo buning uchun xorijga borish shart emas. O'zimizda ham talay imkoniyatlar mavjud.
faqat izlanish, manfaatli ilm, manfaatli kasb egallash kifoya. Ana shundagina olayotgan maoshimiz $1000 kam bo'lmaydi. Albatta, intilganga tole yor. Bugun yurtimizda intilayotgan, izlanayotgan diloromlar ko'p. Masalan, Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligining budjet hisobi yil sayin o'sib bormoqda va ajratilayotgan umumiy mablag'ning qariyb 85% dan ziyodi oyga 4 trillion so'mga yaqin ish haqqi va unga tenglashtirilgan boshqa to'lovlarga yo'naltirilmoqda. Bundan esa mamlakatimizdagi 545 ming pedagog, 200 mingdan ortiq maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlari bahramand bo'lmoqda. Qahramonimiz bilan xayrlasha turib, undan orzu-istaklari haqida so'radik. Birinchi istagim o'zimda ushaldi va ushalmoqda. Ya'ni ayni vaqtda oliy toifali tarbiyachi maqomiga erishib turganligim va bunga yarasha rag'bat topayotganligim. Keyingisi esa yangi O'zbekistonimizda o'zining halol mehnati, ishtiyoqi, salohiyati bilan yoshlarga ta'lim tarbiya berib kelayotgan hamkasblarimni yanada ko'prog'ini oliy toifali tarbiyachi maqomida ko'rish. Ya'ni kim hamma hamkasblarimizga $1000 ga yetkazib maosh olish imkoniyati nasib etishini tilayman. Saydolim Abdurahmonov, Akbar Mansurov, Furqat Mahmudov. Viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi axborot xizmati uchun maxsus tayyorlandi.